Yobana, ko'rmasam bile patinkamni bosib olay deding jalla. Bu bezdabol kim bilan gaplashayotganini bilasizlarmi? Men senga qarab gapiryapman. Yo'q. Men ham. U meni qayerlikligimni bilmasa kerak. Xaritani olamiz. Men xaritaman. Mana, qara men qayerdan kelyapman. Shapaloq. Endi meni qayerdanligimni bilasan. Balki chekishni xohlarsan yoki sumkamni ichini ko'rmoqchimisan? Yo'q. Aniq sumkamdagini ko'rmoqchimasmisan? Ha, menga poq. Qanday o'lim usulini tanlaysan? Otib tashlanishmi, osilib bo'lishmi yoki elektrostul? Elektrostulni tanlay qoling. Yaxshi, ichkariga olib kiring. Hech narsa bo'lgani yo'q. Lekin buning iloji yo'q. Kim bilsin, balki bu yuqoridan belgidir. Bu yuqoridan yuborilgan ishora. Ozod qilinsin. Qo'shnan stul ishlamas ekan. Yaxshi. Sen qanday o'lishni xohlaysan? Bu dahshatli tanlov. Mayli, stulni tanlay qoling. Ajoyib, ichkariga olib kiring. Aytsam ishonmaysiz. Stul ishlamayapti. Balki bu belgidir. Yana Xudodan ishora keldi. Ozod qilinsin. Elektrostul ishlamayapti. Yo'q, Xo'sh, tanla, qay holatda o'lmoqchisan? Agar elektrostul ishlamayotgan bo'lsa, mayli otib tashlab qo'ya qolishsin. Nishonni ko'ryapsanmi? Ha, janob. O'ng tomondagi odam. U mening o'g'lim. Nima bo'lishidan qat'iy nazar sen uni himoya qilishing kerak. U mening yagona o'g'lim. Allo. Bilasizmi, ayollar bir kunda 30 mingta so'z ishlatishadi, erkaklar bo'lsa 15 mingta. Negaki ayollar har doim gapini qaytarishiga to'g'ri keladi. Shoshma, nimani aytyapsan? Men aytyapmanki, ayollar kun davomida 30 mingta so'z ishlatishadi, erkaklar bo'lsa 15 mingta. Chunki ayollar har doim qayta gapirishiga to'g'ri keladi. Nima? Men aytyapmanki, ayollar erkaklarga nisbatan 2 barobar ko'p gapirishadi. Negaki erkaklar hech qachon eshitishmaydi. Sen menga gapiryapsanmi? Ha, men sizga gapiryapman. Balki sal sekinroq gapirarsan, gaplaringni tushunmay qolyapman. Nima deyapsan o'zi? Xo'p, yaxshi eshiting. Ayollar ko'p gapirarkan, erkaklar kam? Ha. Chunki ayollar gapini qaytarishadi. Yaxshi. Yaxshi? Nima qilibdi? Tushunmayapman. Nima demoqchisan? Aytayotganim, sizga gapirganimni har doim qaytarishimga to'g'ri keladi. Nima haqida? Aynan shu mavzu haqida. Ayollar 30 mingta so'z gapirishadi, erkaklar bo'lsa 15 mingta. Chunki biz qayta gapirishga majbur bo'lamiz. Qo'limdagi ushbu ichimlik dunyodagi eng toza sut. Bunda laktoza ham, xolesterin ham yo'q. Bu hatto hayvondan ham olinmagan. Bu emchakdan sog'ilmagan dunyodagi eng birinchi sut. Sutni bo'ydoq yigitlar tayyorlashdi. Shunchaki tinchlan. Telefoningni ko'tarishi bilan chiroyli muomala qilib hol-ahvol so'ra. Juda ham ketib o'rgan qiz, men hayajonlanyapman. G'alati gaplarni yig'ishtir. Shunchaki o'zingga yaxshi erkak bo'l. Seni qo'lingdan keladi. Salom, Shokir aka. Nima gap, qancha?